Assalomu alaykum birodarlar. Mana bugungi chiqishimizda ravo o'simligini pochkaga dori deb olib keldik. Mana ravo ichidan chiqadi. Xuddi mana ko'rinishi pochkani o'ziga o'xshagan mang'izi chiqadi uning ichidan. Ashuna 5 ta 6 tasini mang'izini chiqarib ichiladi. Mana qora urug'i chiqadi. Ashuna 5 tasini ertamanda 100 gram suv bilan ichiladi. Pochka shamonavor nima deydi? Haliga dializ olayotganlarga ham o'ta katta lecheniya qilib o'zgarish kirgizsa bo'ladi inshaalloh. Zafaron o'simligimiz gulda anaqasi olinadi. Mo'ylovdan. Mana shu zafaron ham ponni qonlarni filtrlab, pochkani ponni tozalab, qonlarni yaxshi aylantirishga o'ta foydalari ko'p. Pochka og'rig'iga buni ham beryapmiz. Pochka shamollashiga mashlar, qovoq beryapmiz. Qovoqda ham o'zi retseptlarini aytib o'rgatamiz. Shu pochka shamollab, qattiq ventilyator deganda pudab turadigan, bellari muzlab ismaydi odamlarga belga og'riq beradi. Bu pochka ham bunisi o'zimiz tabiiy tayyorlaymiz. Pochkadagi tuzlar, qumlar, toshlarni tushiradi inshaalloh. Alloh hammalarga komil shifo berishlikka nasib qilsin. Birodarlar, mana murojaat qilarasizlar. Ravoni topib olib kelib qo'ydik. Ravo o'simligi shu bo'ladi ekan mana. Bu asha ko'rinib turibdi, ichidaginisi ham shu buyrak shaklida bo'ladi ekan. Shu buyrakni ponni qanday muammosi bo'lsa hammasini piyola nefrit, shu ponni shamollash hammasini lecheniya qiladi ekan inshaalloh. Murojaat uchun telefonlarimiz 551 03 03 47, adres O'zgen. Murojaat qilarasizlar inshaalloh.